ham o'z vaqtida bo'lishi kerak. Bu kabi dasturlar yanada ko'paytirilsa yoki har yili amalga oshirilsa, Dasturlar bo'lishi kerak o'z vaqtida, hammasini sun'iy intellektga kirishlari kerak. Dual ta'limga chiqayotgan bitiruvchi kursantlarimiz Dual ta'limda bo'lgan paytda ikkita kursantimiz bitta tumanda katta yong'in bo'lgan. Bizni kursantlar ikkalasi olov o'zini tashlab, o'sha yerdan mulkni odamlarni qutqarishadi. Men ularga imkoniyat beraman. Qayerda xizmat qilaman desa o'sha yerda bo'laman. Ko'p bo'ladi. Rahmat. Kelajakda men ilg'or tengdoshlarimiz safida chin vatanparvar, ajdodlarga to'siq voris, yuqori malaka harbiy mutaxassis bo'lib, vatanimizga sadoqat bilan xizmat qilishga va'da beraman. Dual ta'lim mashg'ulot davrida biz kursantlar raqamlashtirilgan va sun'iy intellekt texnologiyalarida masalalar ko'tarildi va ushbu masalalarga qo'mondonimiz tomonidan yechim topildi.